Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yuqorida ko'rsatgan roligimizda sizlarga ushbu komplektimizni reklama qilgan edik, ko'rsatgan edik. Bularning ranglarini aytmaymiz. Ranglari xuddi mana shunday temno-siniy, mana bunday melanj seri svetda hamda havo rang svetda hamda u tomonda qora rangda bor. Shuning uchun bizga bemalol murojaat qilasizlar. Har qanday rangdan ham topsak bo'ladi. Mana bunday holatda xohlasangizlar komplekt yoki bo'lmasam faqatgina osti brijalari bor. Xohlasangizlar komplektni olasizlar, xohlasangizlar brijasini, xohlasangizlar ustini, xohlasangizlar esa mana bunday holatda triologik ko'rinishda, ya'ni usti futbolka hudisi, yoqalik hamda kapushonlik, plus ichida yana futbolkasi bor va orqasida ostidagi brijasi bilan bor. Triologiya bor bu. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Shunday ekan bizni bilan murojaat qilingizlar, bizga hamkorlik qilingizlar, biz bilan birga ishlangizlar. Biz sizlarga tovarlarni yetkazib bera olamiz ham. Narx-navosini bugun kechgacha sizlarga e'lon qilamiz inshaalloh. Kutib turingizlar. Xudo xolasa narxi bugun kechqurun sizlarga havola qilinadi. Lekin o'ylaymanki, o'ziga bozor narx va sizlarning cho'ntakbob narxi bo'ladi degan umiddaman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Bizlarni kuzatishda davom etingizlar.